Assalomu alaykum, Anvar siz bilan. Endi esa biz 4 ta relsni chiqardim. Qanday hisob-kitob qilish kerakligi, bu sizda 3 burchak progress kosmik rivojlanish kodingiz. Bu yerda tug'ilgan kuningiz, oyingiz, yilingiz turadi. Tug'ilgan kun bu sizda aynan butun olam qanday energetikada ko'radi. Bu esa qanday rolda sizni insonlar ko'radi. Bu yerda esa siz qanday vizitniy kartochkasiz, ya'ni sizda shaxsiy kartochkangiz. Endi esa bu tug'ilgan oyingiz, bu esa dar Alloh tomonidan berilgan talentingiz. Bu yerda esa aynan tug'ilgan yilingizni hisob-kitobi va sizda bu yerda 3 energetikasi, bu pul, ayniqsa pulning karmasi minusda keladi har doim. Siz plyusga aylantirishingiz kerak. Ma'nolarini bilishni istasangiz